1850-yillarda Yevropada o'tkazilgan tadqiqotlarda bir vahimali gap tarqagan. Hozir mana insoniyat 2-3 milliardga yetib qoldi. 1,5 milliard, 2 milliardmi degan. 2 milliardga yetib qoldi. Agar 3 milliarddan yoki 4 milliarddan oshsa, dunyodagi resurslar tugab, insonlar ochlikdan o'ladi degan. 1850-yil. Hozir 7 milliarddan o'tdi insoniyat, ha? O'sha vaqtdagi podsholarning dasturxonidan hozir oddiy odamlarning dasturxoni to'kin. Rizqni Alloh yetkazadi. İnsoniyatning rizqini ham Alloh subhanahu va taolo o'zi mo'l qilib qo'ygan. Hammasini Alloh Lavhul Mahfuzda yozib qo'ygan. Uni xotirjam bo'lavering. Qiyomatgacha bo'ladigan hammasi yozib qo'yilgan. Duo qilganmizmi? Parvardigor, qalbimni o'zingga bur. Yo Alloh, qalbimni o'zingdan o'zgadan uz. Ya Alloh, qalbimni kirlarini yuv. Ya Alloh, qalbimda senga yoqmagan narsa qolmasin. Ya Alloh, qalbimga nazar solganingda faqat sen xursand bo'ladigan qalb bo'lsin. Ya Alloh, bunda o'zing menga ko'mak ber. O'zing ko'rsat, men urinay. Duo qilamizmi shunaqa? Aslida biz dinning 3dan 2si botinmi? Duoyimiz 3dan 2si qalbga tegishli bo'lishi kerak. Ana shunda hamma narsa yaxshi bo'ladi. Lekin ko'pchiligimiz juma suhbati desa, jumaga mavzuga borishga desa, u juda ko'p odam muhim sanamaydi. Hali hadisda o'qib qolgan shu imom minbarga chiqqancha bor bo'lsa bo'ldi, bitta tovuqni, tuxumni sadaqa bo'lsa ham yetadi. Ha? Shu holatga tushib qolganmiz. Aslida u demak noto'g'ri holat. Aslida ertaroq kelish kerak. Jumaga yarim soat oldin vaqt ajrating, ko'p emas, yarim soat. Yarim soat haftada bir kun yarim soat oldinroq kelib, zikringizni qilib, ha? Suhbatni eshitib o'tirsak, mana bu to'g'ri holat bo'ladi. Mana shunda ish gap to'g'ri bo'ladi. Rasululloh akram alayhisalom hikmatli gap. На самом деле, Килиманджаро не просто гора, а дремлющий стратовулкан. И хотя он не проявлял заметной активности на протяжении последних